Allah'ın El-Cebbar degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlarga Ustaz Abduveli Qari rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nuru aslida Allah'ın güzel isim sifatlarının kıskıç tefsiri derslerinden Allah'ın El-Cebbar degan isim sifatları haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Ba'da billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın El-Cebbar degan sifati Qur'onda bir yerda tilga ilingan. Ya'ni Sure Hashr 23-oyatida Allah'tan başka ibadetke layık hiç ma'bud berhaq yoktur. O mutlak padişahtır. Yani bütün mahlukatның malikidir. Paktır. Yani hemme noksandan paktır. Müminlerge salametlik begişliğidir. Dostlarını korkunuştan, azaptan emin kılgıçıdır. Hemmini küzütüp durguçudur. Galiptir. Qahir kılgıçıdır. Ulugluk egisidir. Müşriklerin şirik keltirgen nesillerinden paktır. El-Cebbar mecbur tariqasida meşiyeti ta'sirlik bo'lgan zotdir. Birisining meşiyeti xohishi u zotning xohishini buzolmaydigan. Alemdeki her bir mahlukat onun qabz ruh qo'lining sirtiga chiqib ketolmaydigan zotdir. Hech qanday bir mahlukat Allohning qudrat qo'lidan chiqib ketolmaydi. Allah her bir mevcudatni o'zi yaratgan qavmiyatga mecburi bo'ysundurdi. Birer kishi Allah'ni mecburlayolmaydi. Bu sifatdan bendining o'ziga ajratib oladigan ulushi bo'lsa, mertebesining oliy bo'lishi, o'zining holatini nihoyatda pokiz tutishi, o'zining tabiatini va suratini İslam'a muvaffaq qilish bilan boshqalarga g'olib bo'lgan kishi bu sifatdan o'ziga ulush ajratib olgan kishi bo'ladi. Ya'ni boshqalarni foydalantirgan, ulardan foydalanmagan, boshqalarga o'zining haqiqat yo'li bilan ta'sir qila olgan, boshqalarning zalolatidan zarracha ta'sirlanmagan. Mana bu kishi Allah subhanahu wa ta'ala'nın bendileri içindeki Allah'ın sübti bilen sübetlininglar degan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin emriga boysunup şu xuluqni o'ziga singdirgan bende hisoblandı. Başqalar uni ko'rganda uning haqiqat yo'lida mustahkam turganligini ko'rib, uning oldida past ko'y bo'lib qolgan kishi. Hatta o'zining muloyisini esidan chiqarib qo'ygan. Uning doim buning haq yo'lda mustahkam turganligi bilan xavflanib turgan kishi bo'ladi. Uningga ergashmaslikdan boshqa chora topolmay qolgan kishi bu sifatdan ulishtar bo'lgan kishi hisoblandi. Bu sifatdan eng katta ulishtar bo'lgan zot Sayyidul Bashar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dediki, agar Allah bilen bevosita so'zlashgan Musa aleyhisselam hazır hayat bo'lgan bo'lsa, manga ergishishdan boshqa chorasi yo'q bo'ladi. Men Adem avlodining sayyidiman. Lekin buning bilan faxrlanmayman. Ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashaddiy dushmanlari huzuriga kelganda, u kishidan yomonlay desimi bir yamanlaydigan imkoniyat topolmay ketishdi. U kishining huzurida ergishishdan boshqa chora topolmaydi. U kishining oldida tamoman taslim bo'lib qoladi. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam El-Cebbar sifatidan eng katta ulush berilgan zotdir. Qur'on va hadislarda Allah'ın bu isim sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Qaf suresi 45-oyatida tercümesi, biz
ularning, ya'ni Quraysh kuffarlarining aytadigan so'zlarini obdan bilamiz. Sen ularni islomga zo'rlig'ichi emassan. Mening ogohlantirishimdan qo'rqadiganlarga Qur'on bilan va'z nasihat qilgin. Sura Shuara 130-131 oyatlarida tarjimasi: Agar birovni jazolasanglar, zolimlardek jazolaysizlar. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Hud surasi 59-oyatida tarjimasi: Ana shu Ad qavmi Rabbining mo'jizalarini inkor qildi. Uning payg'ambarligiga osiylik qildi. Har bir uchiga chiqqan tarsa shafqatsiz, ya'ni haqqi qarshilik qilib jidallash kuchining buyrug'iga ergashdi. Sura G'ofir 35-oyatida tarjimasi: Allohning oyatlari ustida o'zlariga Allah tarafidan kelgan hech qanday dalil bo'lmasdan qarisiga janjallashadiganlar Allohning dargohida va mu'minlarning nazarida qattiq nafratga qoladi. Buzg'unchilik qilib iymondan bosh tortgan bandalarga zo'migarlik qilgan har qanday odamning dilini Alloh mushundoq pechatlab o'tadi. Sura İbrahim 15, 16, 17 oyatlarda tarjimasi: Payg'ambarlar Allohdan madad tilidi. Her bir uchiga chiqqan tarsa shafqatsiz, ya'ni Allohga itoat qilishga gadankeşlik qilib, haqiqatdan bosh tortquchi halok bo'ldi. Uning oldida jahannam turdi. Jahannamda u yiring aralash suv bilan sug'urildi. Uning ochiqligidan uni yutumlab ichib taslikda yutidi. O'lim uni qorishib oladi. Lekin u hargiz o'lmaydi. Shuningdan keyin texami qattiq azobga duchor bo'ladi. Rasul sallallohu alayhi vasallam hadislarida Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam undaq deydi: Zamin qiyomat kuni bir dona nondek bo'lib qoladi. Hammani bo'ysundirg'ichi jabbar sifatlik Alloh sizlarning biringlar safar tayyorligiga non tayyorlig'indek sizlarga ziyofat berish uchun zaminni o'z qo'li bilan qo'ldan qo'lga yutkab tayyorlaydi. Sahih Buxoriy 6520 hadis, Sahih Muslim 7235 hadis. Payg'ambar alayhissalatu vassalam ikki sajda orasida mundaq duo qiladi: Ey Alloh, menga mag'firat qilgin, rahim qilgin, meni boshqalardan behojat qilgin, meni hidoyat qilgin, menga rizq ato qilgin. Tirmiziy 285 hadis. Alhamdulillah, yuqorida Ustaz Abduvali Qori rahimahullohning Allohning Al-Jabbar degan ism sifatlari haqidagi tafsirini oldinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.